يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum hurmatli qarindoshlar. Ramazon bo'lsa taat ibodatning ajr savobning nihoyatda cho'ng bir bozoridir. Ramazon shundoq bir ulug' oyki, bu oyda jannatning darvozalari ochiladi, do'zaxning darvozalari taqiladi, shaytonlar kishanlandi. Ramazon shundoq bir ulug' oyki, bu oyda mu'minlar farishtalarning darajasi ko'tarildi. Suhurliq yegandan tortib ta iftor qilgachilik tomoq yemaydi, ichmaydi, g'ayvat qilmaydi, satgap qilmaydi, gunohma asiyat qilmaydi, balki tili Allohning zikri bilan bo'ladi. Ramazondagi katta amallarning qatoridan Qur'on o'qish. Qur'on Ramazon bilan chambarchas bog'langan. Qur'oni Karim bilan Ramazon o'rtasidagi aloqa nihoyatda cho'nqur. Tövendeki oyat mana buni yo'ritib beradi. Alloh subhanahu va taolo deydi: "Shahru Ramazanallazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Qur'oni Karim bo'lsa Ramazonda nozil bo'ldi. Qur'oni Karim insoniyat uchun yetakchidir. Qur'oni Karimda hidoyatning va haqning bayonlari bor deydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda İbrahim alayhisalomga nozil bo'lgan Suhuf İbrahim Ramazonning 1-kun nozil bo'lgan. Tavrat Ramazonning 6-kun nozil bo'lgan. İncil Ramazonning 13-kun nozil bo'lgan. Zabur, ya'ni Davud alayhisalomga nozil bo'lgan kitob Ramazonning 18 nozil bo'lgan. Qur'oni Karim Ramazonning 24 nozil bo'lgan degan. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'oni Karimni Qadr kechasi nozil qildik deydi. Hammamiz bilamiz, Qadr kechasi Ramazonda qarindoshlar. Demak, yuqoriqi oyat hadislar Qur'oni Karim bilan Ramazon o'tirisidagi aloqani nihoyatda aniq bayon qilib bergan. Ramazonda Qur'on o'qish nihoyatda cho'ng ibodat. Balki Ramazon Qur'on oyi deyildi qarindoshlar. Chunki hadis sharifda bayon qilinishicha Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Ramazonda Jibril har kechasi Rasulullohga Qur'on ta'lim bergan. Rasululloh Jibril bilan Qur'onni o'qishgan. Rasululloh tugab ketgan yili Ramazonda Jibril alayhisalom bilan Qur'oni Karimni 2 qatim o'qishgan qarindoshlar. Bizningki katta o'limalarimiz, salaflarimizmi mush Ramazonni Qur'on o'qish bilan o'tkazadi. Har daqiqa, minutlarda Qur'on o'qiydi. İmam Malik rahmetullah alayh shunda Ramazon kelgandan keyin kitob har qanday ishni qatlab qo'yib, bu oy Qur'on deb Qur'on bilan bo'ladiganligi bayon qilingan. Tafsir shunoslarningki peshvosi bo'lgan Qatada rahmetullah alayh Ramazondan boshqa vaqtda har 30 kunda Qur'oni Karimni bir qatim xatma qilgan. Ramazon kirgandan keyin har 7 kunda bir qatim xatma qilgan. Ramazon shunda 15 bo'lsa har 3 kunda bir qatim Qur'onni xatma qiladi deydi. Mana burunqi o'limalarimiz, kattalarimiz, peshqadamlarimiz Ramazonni mushundaq chin tutadi qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi: "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amsalha." Kimki Qur'oni Karimdan bir harf o'qisa,
bir savobga erishidiki, bu savob 10 savobga teng keldi, 10 ajrga teng keladigan savob deydi. Ya'ni bu Qur'on o'qishdan kelgan bir ajr 10 ga to'g'ri keldi deydi qarindoshlar. Biz Qur'oni Karimdagi eng qisqa sura Inna a'tayna surasini o'qisak 500 ajrga erishimiz. Hammamiz bildigan Fatiha surasini o'qisak 1500 ajrga erishimiz. Danlıq tafsirshunos Ibn Kasir rahmatullohi alayh shundoq deydi. Men Qur'oni Karimning suralarini, Qur'oni Karimning so'zliklarini, Qur'oni Karimning harflarini sanab chiqdim. Qur'oni Karimning harfi 320.015 harf ekan deydi. Biz buni 10 ga ko'paytib boqaylik. Taxminan 33 million savob ajr degan gap qarindoshlar. Endi bu 33 million savob ajrlarla tugamaydi. 33 million savob, ya'ni hasanaga erishdik, ajrga erishdik degan gap 33 million gunohingiz yuyildi degan gap. Chunki har bir savob bir gunohni yuydi. Innal hasanat yuzhibna sayiat deydi Alloh Qur'oni Karimda. Hasanatlar, ya'ni savoblar, yaxshi ishlar gunohlarni yo'q qilib yuydi deydi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Agar 10 dollar bir bet Qur'on o'qisam 10 dollarga erishsa desa, hammamizning qo'lida Qur'on bo'lgan bo'ladi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda mundaq degan. Bir kun Rasululloh shunda chiqib, sizlarning qaysi birsanglar Buthan degan joyga borib, ya'ni Buthan degan Madinaga yaqin bir joy. Shu yerga berib, to'g'ri yo'l bilan tuqqandochilik ta'sir ko'rsatmay, simiz ikki to'gini akilib o'zining qilishga ya'ni kim xohlaydi, kim yaxshi ko'rdi debdi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, hammamiz xohlaymiz" deb ketdi. Chunki to'ga arablar uchun eng qimmatli mol-mulk, eng zo'r boylik. Hammamiz xohlaymiz ya Rasululloh debdi. Sizlarning biringlar masjidga berib, 2 oyat o'qisa, mana bu 2 to'ga ega bo'lgan bo'ldi dedi qarindoshlar. Bu dunyoda dollar o'tgan bilan oxiratda oyat o'tadi qarindoshlar. Mana mushundoq ajr savoblar Ramazonda bizni kutib turadi. Hadis sharifda shundoq bayon qilingan. Mush Qur'on o'qilgan so'ringa Allohning rahmati yog'di. Shundoq bir xotirjamlik, bir go'zal bir muhitning bo'lganligi. Shu sababli malaikalar Qur'on o'qilgan so'rinni mushundoq urib olganligi. Hey, uning ustiga Allah Celle Celaluhu Kur'an okugan adamni arşı alada malaikelerinin otursida maqtaydiganlik qilgan. Ya Allah, ey bizni kudretinin çeki yok, bütün nazı nimetinin egisi bo'lgan, cennetinin egisi bo'lgan, qiyometning mutlaq padişahı bo'lgan, 99 güzel isim sübbatning sahibi bo'lgan Allah Celle Celaluhu maqtaydi deydi qarindoshlar. Mushu bir qalbida iymon bor, o'zini musulmon degan bir musulmon uchun Ramazonni Qur'on qilishga hozirdan boshlab men Qur'oni Karimni Ramazonda inshaalloh chuqum manchiqatim o'tkazman. Qur'on o'qiyamaydiganlar, ya Allah, mushuncholar yaxshilikdan men mahrum qolamdim. Chuqum men bu Ramazonni Qur'on savodidan chiqirdigan oy qilaman deyish yetmamdi qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nur dedi. Qur'oni Karimni haq bilan botilni ayirib turadigan kitob dedi. Qur'oni Karimni shifo dedi. Qur'oni Karimni musulmonlar uchun xush bishorat dedi. Qur'oni Karimni hidoyat dedi. Qur'oni Karimni ogohlantiruvchi kitob dedi. Qur'oni Karimni insoniyatning qorong'ulikdan nurga ochadigan kitob dedi. Qur'oni Karimni haq bilan botilni ayirib turadigan kitob dedi. Qur'oni Karimni har qanday savolning javobi chiqadigan kitob dedi. Mana mushundoq bir kitob. Ey, bu kitob bizning eng qimmatli muqaddas kitobimizdir. Qur'oni Karim biz musulmonlarning izzati va faxridir qarindoshlar. Shuning uchun men deymanki,
bu dünyada Kur'an-ı Kerimni o'qib bakmagan, Kur'an-ı Kerimni tushunib bakmagan, Kur'anni tilovat qilib bakmagan, Kur'anning qanday kitobligini o'qimagan bechoradimi bek bechora inson yo'q. Buningdimi bek baxtsiz shaqiy inson yo'q qarindoshlar. Hey, Navada nait katta bir olim bir kitap yozibdi. Şu zamanında nait bir zo'r, ulug' qimmat kitap bo'libdi. Shu kitobni 50 yil, 100 yildan keyin o'qisak, nurg'oyada xatolik chiqadi. Qur'oni Karim 1400 yil burun nozil bo'ldi. Hozir ilm-fan ajoyib taraqqiy qilib, insonlar oyga chiqdi. Nur davri, kompyuter, uchur, fizika, ximiya, meditsina, insonlar tarix, coğrafiya o'xshashmagan olamshunoslik sohalarida ajoyib taraqqiy qildi. Qur'oni Karimni mikroskopning ostida tadqiq qildi. Qur'oni Karimni sun'iy amro orqali erishgan ma'lumotlarga solishtiribdi. Qanday bo'ldi? Qur'oni Karim bir mo'jiz kitob. Bütün ilmni o'z ichiga olgan kitobligi isbotlandi. Mana mushundoq bir kitobni Ramazonda o'qimaymizmi qarindoshlar? Biz hergiz bu shaqiylarning qatorida bo'lmayli. Ramazonni Qur'on qilayli. Bu fursatni g'animat bilayli. Oxirida qarindoshlarim, mush darsni bir taqitishga yordamlashsanglar. Mushni anglab, mush darsni anglab bir odam Qur'oni Karimdan bir harf o'qib qolsa, u 10 ajrga erishsa, şu 10 ajrining bir nusxasi takomil, mukammal, to'liqsizga berilganligi haqida Rasulullohning hadisi bor. Ey, kompyuterda shunda bir chekish orqali bu darsni taqit olaysizlar. Mushning'im biz bixillik qilib, mush ajrdan mahrum qolmayli. Bu ajrdan o'rtaq bahramand bo'layli. Alloh subhanahu va taolo sizlar bizni qiyomat kunida qo'ldan qo'lga tutib, mo'riga tirab, yani Qur'oni Karimda mu'minlarning top jannat kirdiganligini bayon qilgan, ashunda top bo'lib jannat kirishini nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.